Men Masjidul Nabaviyni birinchi qurilgan vaqtga tushib qoldim. Mashalloh. Ustunlari xurmo daraxtidan. Mana. Tomi ham xurmo shoxlaridan. Devorlari mana bunaqa bo'lgan ekan. Yeri esa mana bunaqa. Qaranglar, mayda toshlar bilan yotqizilgan ekan. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni minbarlari. Mana shu joyda turgan va mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Mashalloh. Rasulullohning mehroblari esa mana bu joyda bo'lgan. Juda ham hayajonlanib ketyapman. Bu joyga kelsanglar, aniq bilaman, eski Madina davriga qaytib qolasizlar. Nabaviy qurilganda 3 ta eshigi bo'lgan. Menimcha, mana shu tomonlarda bo'lgan o'sha eshiklar. Endi Habibimizning uylari qanaqa bo'lganini ko'rsataman. Mana. Mana shundoq hududda bo'lgan. Video sizni ta'sirlantirgan bo'lsa, like bosing, do'stingizga yuboring va menga obuna bo'ling.